Bosh qo'ying. 1. Bosh qo'ying. 2. Oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring nafasni. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling yana. Chiqaring nafasingizni. Yaxshi. Shunga qarab o'ting. Bosh qo'ying. Bosh. Bo'shashtiring. Zo'r. O'tiring endi. Bo'shashtiring. Yaxshi. Qo'lingiz bilan. Yo'tingiz osmonga qarab. Hop. Ko'taramiz. Tushiramiz. Og'riqlar yo'qmi? Ha, mana bundacha. Qanchalikda yo'q-a? Yo'q. Yaxshi. Hop, mana. Bundacha yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Hop, endi yengil tortib qo'yaman. Bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bitta gapirib qo'yaman-a. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi davolayotgan bemorimiz 17 mm greja bilan kelganlar va muolajalarimizni 2-3 oy oldin olganlar. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy oldin birinchi muolajani olganlar. Hozirgi muolajalarini profilaktik maqsadda amalga oshirdik. O'zgarishlar qay darajada yaxshi okajon? O'zgarishlar yaxshi, 100% yaxshi. 100% yaxshi. Mana oldin davolanganlarida 80-90%, 70% yaxshi edilar. Hozirgi qo'shimcha tavsiyalarni olganlardan keyin mana 2 oy, 3 oy davomida muolajalarni qabul qilib kelyaptilar. Va profilaktik maqsadda hozir og'rimagan bellari yengil toliqishlarni shikoyat bilan kelganlar. Hozir mana profilaktik maqsadda manual terapiya, kineziterapiya uslublarini o'zini olib, ana uylariga qaytib ishlarini davom ettiryaptilar. Hop. Muolajalarimiz xudo xolasa ishonchli va o'sha standart muolajalarni amalga oshiramiz. Bemalol bizni muolajalarni olishinglar mumkin. Xudo xolasa sizlarga ham yaxshi natija beradi. Muolajalar ishonchli, hammasi sifatli, yaxshi. Xudo xolasa biz ham Abdurazzoq shifo topdik. Shu kishi sabab shifo topdik. 3 oy oldin kelgandim men ham. Yaxshi bo'ldi natijalari. Bellarimiz hammasi yaxshi xudo xolasa. Alloh shifoingizni yana ham umrini uzoq qilsin. Doim kasal bo'lmang ilohim. Sog' bo'ling. Mayli, sizni ham qo'lingiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling.